Assalomu alaykum ustoz, 3 ta so'z bilan ta'riflab bering. Ustozim prям ular ko'pincha bizga yordam beradilar ko'p narsalarda. Keyin yana muammolar bo'lsa ular o'zlari hal qilib beradilar har doim. Bizga ko'pincha yaxshi o'qishimiz uchun ko'p motivatsiyalar berib turadilar. Chiroyli, aqlli, dono. Kuratorimni ta'riflab beraman. Ular juda yaxshilar, hech qachon bizga baqirmaydilar va ortiqcha so'z gapirmaydilar. Biz o'zimiz uchun o'rganamiz. Men matematika ustozimni ta'riflab beraman. Agar birinchisi darsga jim o'tirmasangiz, darsda qo'yiladigan foizdan olib tashlaydilar. Ikkinchisi, agar uy ishini ilova yuklamagan bo'lsangiz, uy ishidan o'sha o'rinni olasiz. Uchinchisi, dars tugagandan keyin tanasi 10 minutku, o'sha 10 minut ichida yana dars bo'ladi. Yaxshilik, zo'rlik, xushmuomalalik, chiroyli, mehribon, jonkuyar. Feruzak ustoz haqida bizning Feruzak ustozimiz postoyanно bizani поддержка qiladilar. Yaxshi gap gapiradilar, ma'noli gap gapiradilar. Ustozim oqko'ngil, chiroyli, mehribon ustozim.